Xush kelibsiz. O'g'lim rahbarlik qiladigan firmada qizingiz ishlar ekan. Короче, o'g'limga qizingizni so'rab keldim. Yaxshi. Xursandman. Mabodo siz bog'chada ishlamaganmisiz? Ishlaganman. Ismingiz Oliya emasmi? Oila. Meni tanib, bilib keldingizmi? Yoki O'g'lim iltimos qilgani uchun keldim. Qizingizni типичная o'zbekcha deganida yoqtirmagandim. Ну, что поделаешь, любовь? shunaqa deng. Men Ma'rifatman. 3-bolalar bog'chasining oshxonasida siz bilan bir hafta ishlaganman. Так, bugun первыйga borsh, ikkinchisiga makaron по-флотски. Oliya, sizni bir haftadan beri kuzataman. Sumkangizga nimalarnidir solib olib ketyapsiz. Ну что? Bu mani Levi. Axir bu murg'ayt bolalarning rizqi-ku. Nima bo'pti? Mam, Da. qornim ochdi. Oy, amma ichib. Sangi sumkamga solib qo'ydim. O'tir. Ikkitasi ol. Shu tekinda keyin gruppangga marsh qilishi. Bistray. Ko'rdingiz? Bolam qorni och. Shuni qornini to'yg'izish uchun shunaqa ishlar qilaman. Bolangizni qorni och bo'lsa ovqat bering. Juda ko'p produkt olib ketyapsiz. Bir kun kishib chiqadi. Oy, bemalol. Borib zavidishingga ham ayt. Ulardan qolganini keyin biz olamiz. Agar xohlasangiz, haftada bir sizga ham Levi qilib beraman. Ishingam, Levingam boshimda qolsin. Тоже мне. Esladingizmi? Harom yedirib, katta qilgan o'g'lingizga boshqa bir tengi topilib qolar. Qizim bugunoq ishdan bo'shaydi. Yana kim bilsin? Sizni Levilaringizga o'rganib qolgan o'g'lingiz sizni ishingizni davom ettirayotgandir. Endi xafa bo'lmaysiz-da. O'yla. Taqdirmas ekan-da. Mam, nima bo'ldi? Olmas o'g'lim, bu qiz senga to'g'ri kelmaydi. Qaloq fikrlaydigan odamlar. O'zbekcha fikrlaydigan odamlar. Axir Olmas, sen, men европезированный odamlarmiz. Ну, mam, qizi, ну люблю. Har kun ishda ko'raman. Endi ko'rmaysan. Nimaga? Molchi-ya. Boshimga og'rib turdi. Kamroq gapirib, tezroq joyimga borib qo'y.